Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Navbatdagi lesnisa Farg'ona yozyovonida qilinmoqda ekan. Xo'p, biz bu lesnisani tepasiga keldik hozir. Sizlardan qisqacha ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum, Xormel usta, charchamayapsizlarmi? Assalom. Xo'p, bu lesnisa haqida ozgina foydalanuvchilarga ma'lumot berib o'tsangiz juda ham yaxshi bo'lar edi. Bizning balandligi 3,5 metr. Aha. 1,5 metr podoshkaga chiqayotgan 3 metr razmerga qolgan. Zinalarimiz balandligi 15 ga 30 dan tushgan standart. Ya'ni tikkalik 15, oyoq qo'ydan 30 sentdan bo'ldi. Ha. Zinani eni-chi usta? Zinani eni 1 metr. 1 metr. Ya'ni joyga qarab 1 metr qo'yib bergasizlar uy egasini. Quruvchilar shunga moslab joy tashab ketishgan ekan. Juda ham yaxshi. Orqasida ko'knaga joy bor. Armaturalar endi qaysi firmaniki? Begobot armatura. Begobot 12 lik. Juda ham zo'r. Ikkita stolga qo'yib beribsizlar oxiriga. Ha, bu tarafga keyinchalik devor o'rishni vaqtinchaligiga stolga qo'yib qo'yganmiz. Juda ham zo'r. Xizmatlaringizni qaysi viloyatlarga bor endi? Xizmat O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab. Vaqti bemalol telefon qilishaveradi. Zakaz bo'lsa Qirg'iziston, Qozog'istonlarga ham borasizlar. Shunaqami? Shunaqa bemalol. Bo'ldi, juda zo'r. Bitta bunaqa zinadan hozir yana bitta bor bu yerda, ikkita bir xil qilib uchasi qilingan. Ikkita lesnisa bor ekan shu yerda. Xo'p, kuzatuvchilar, Nari tarafda ham bor, qo'yamiz. ustalarning telefon nomerlarini описаниеda qoldirib ketamiz. Bemalol shunaqa va bundan boshqa har xil fasondagi lesnisa zinalar xizmati bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Hozir beton qo'yishmoqchi ekan. Saka topgan o'tib tayyor qilib qo'yishibdi. Albatta kuzatib tursangiz, beton qo'yilgan videosini olib qo'yib boramiz. Barchalarga rahmat kattakon, sog' bo'linglar, charchamanglar. Kanal nomini ham aytib. Kanal nomi Ali Zinalari. YouTube'ga kirsanglar, Ali Zinalarda yozsanglar chiqaradi. Sizlarga videolarimiz manzur bo'lsa, do'stlaringizga, tanishlaringizga yuborib qo'yinglar.